Taş alma. Hikaye. Abdori Habibullah Ablamit. Ey quyosh, suyumlik quyosh, taş almanın yüzünü söyüp ötkin. Ulug' Tangri, bu eli degan muborak zaminning kunini uchuq, yomg'urini ravon, havosini zilol, tog'larni go'zal, daryolarni to'lqinliq, o'rmonlarni baraxsan, bog'larni bulbulliq, tuproqlarni hosulliq qilib vujudga keltirgan ekan. Allarining xuy paylini yaxshi, qo'yni illiq haq bo'lg'achqa, al-misaqdan beri musofirlarga, yetim yesirlarga osmoni kengri makon bo'lib kelgandi. Bu go'zal yurt, mahalla amdilardan malamanchilikdan xalos tepib, ko'ngli sal tinjib, 80-yillarning iyul oylariga qadam bosqandi. Ko'kdagi quyosh chashka vaqtida Ko'nji mahallasini so'yib o'tib, Eli daryosiga qo'yiladigan shoxliq o'stan yiniga joylashgan bir qur'aning ustida atrofdagi bulut manallarni tortib 4 yoshlik turg'anni kuzatadi. Minglagan chaqnagan quyosh nurlari balaning barliq ish-harakatlarini, o'y-fikrlarini o'z ilkiga elish uchun fokusini ashu darvoza teshidan quluploqli qo'rg'oga yiqqandi. Tonurdak asta-asta qizivatgan qo'rg'oning qop o'ttirsida turgan quyoshning oltin zarrachilaridan vol-vol paqirab turgan belaklarni uyoq bu yoqqa shiltedi. Turgan o'zi yolg'iz pinhon ilkida, qapazda qanotlarini kerishkimi chorsiz qolgan qushlardek uyoq bu yoqqa mengib, qapazdan qutulib, muqaddas erkinlikka erishish ustida qandaqdir bir planlarni o'ylayotdi. Bu Qur'onning 3 eg'iz uyi kun petishga qarab selingan bo'lib, ichidan shoxliq o'stangning kungay g'uli kesib o'tadi. Bu o'stang langzi beshidagi yuzlagan buloq ko'zlaridan etilib chiqqan qosh teshidak suzuk munchoqlarning shoyi yipqa tizlishidan hosil bo'lgan bir tiziq marjondak To'ram mahallasi, Ko'nji mahallasi, Toshko'rik mahallasining to'pi bosgan bo'yinlarini so'yib o'tib, Eli daryosiga serilib to'kiladi. Qur'onning taskay bilan kungayga qargan ikki beqinini oppoq oqartilgan, ammo odamning ro'yini qaratadigan so'qma tomlari bilan to'ralgan edi. Kun chiqishdagi ikki qanotliq ko'k rangda sirlangan darvozasi davomliq teshidan quluploqliq turadi. O'stang bo'yidagi oq teraklar qo'rg'og'i soy tashlab turadi. Ammo uzum barangsiz, Gurjiston jimjitligi bosgan bir qo'ra edi. Mana mushu qo'rada u bola o'zi uchun eng muqaddas bo'lgan onasi Amina, o'zining birdan bir qo'llag'uvchisi, suhbatdishi va billa o'yin o'ynaydigan kuyimchan hadisi bilan billa yashaydi. Bu Qur'onning asli egillari o'z vaqtida saraga surgun qilingan oilalardan bo'lib, texi qaytib kelmaganlikdan bular ijaraga o'ltirib Turg'anning onasi kunduzi qurilishda ishlaydi, hadisi maktabga ketadi. Dadisi Turg'an tug'ilibla uzun o'tmay xon besivilib, samoviy axtarlarning yeniga vaqtdan burun safar qilgandi. Shunga Turg'an dadisining kim ekanligini bilmaydi. Hamda
dada degan bu so'zning qandaq bir so'z ekanligini, u so'zni qayerda ishiltadiganligini aqliga keltira olmaydi. Turg'anning biladigan onasi, hadisi va ikki beqinini niqtab turgan ikki oq tom orqasidagi onamni va Nurmamatning ayoli Risolatdamni nayt obdan toniydi. Turg'an aqliga kelgandan beri bu ikki qo'shna u yolg'iz qolganda ko'z quloq bo'lib kelyotadi. Onam tamg'i yo'lab salgan to'nirga non yaqqanda ataydan Turg'anға atab 3-4 dal kichik to'qach yiqib qo'yadi. To'qashning yuzi qizil lalidek qizarganda yulib oladida, qo'l yog'liqqa aplik qilib bog'lab, ko'sayning uchiga ilatdi-da, to'nirning ustida dast turib, paqirab turgan manglaydiki, munchoq tarlarni so'l biligi bilan surtib etib, beshini qo'rag'i so'zib, "Qarqumchoq balam, Turg'an!" deb vaqiraydi. Turg'an uy yoki qo'raning qaysi bo'lingida bo'lsa, onamning ovozini anglagan hamon qop-qora ko'zlarini o'ynatib, tam tuviga "Soniyam opa" deb yugurib kelib tabassum qiladi. Apam to'qach bog'liqliq, qo'l yog'liq ilingan ko'sayni Turg'anға sunadi. Turg'an uruq, nazuk, yumron barmoqlari bilan qo'l yog'liqdagi kichik to'qashni ilib, bir yonga aplab qo'yadi-da, yog'liqni ko'sayning uchiga bog'lab, o'ziga tortib, opam bilan o'ynashib, qaqoqlab kulib ketadi. Mana mushu minutlarda onamning 3 tonir nonning xemirini o'zi yo'g'irib, o'zi rastlab, o'zi yiqib, harduq yetgan muborak qo'llarini, putlarini Turg'an ashu yumshoq, pok, gunohsiz qo'llari bilan mijib, tutib qo'ygandek butun harduqlari chiqib ketadi. Ba'zida o'ng beqinidagi Risolatdam Turg'an, bormisan?" deb vaqirab, qo'lini tamning oxirgi uchi to'ralmay qolgan sho'rliqni to'rash uchun qo'yilgan qo'noq shoxlar orasidan chiqarib, bir narsalarni sunadi. Mana bugun ikki tarafdan sado yo'qdi. Chunki ular yuqorqi mahalliga o'lim patisiga ketishgandi. Shunga Turg'an odatdagidanmi battar yolg'izchilikda qolgan edi. Uning ichi siqildi. U asta bir dastlab, ikki dastlab darvoza tuviga keldi. Teshidan qulib selingan darvozaning ikki qanoti orasidagi yo'chiqdan kuchukdak tumshiqini ko'chaga chiqarib maridi. Ko'chada anda-sanda o'tayotgan mashinalarning ovozlari, velosipedlarning uzilmay chilingan qo'ng'iroqlari anglanayotdi. Yo'lda uzilmay mengib ketayotgan har xil putlarga Turg'anning ko'zi tushdi. Dal mush chog'da harvi qitilgan bir eshak ko'cha o'ttirsidagi katmanning yuzichilik bir nam yerni purab mangmay turib oldi. Ko'ra makaramatni. Turg'an toza zangselib qarab turdi. Harvi ustidagi harvikash bola qo'lidagi tayog'i bilan eshakni "Qi, annangni" deb urishga boshladi. Ammo eshak nadikini mangsun, hech qimirlamay yerni bir purib etib, ikki qilin kalpukini osti ustiga purishtirib deb bir silkinib etib, tumshuqini yuqoriga qilib bir hangraganti. Bu alomat manzarni ko'rgan Turg'an darvoza tuvida kulib telqib qoldi. U ichida "Tala deganda nima degan karomat qiziqishlar bor-a?" deb ichiga o't ketdi. U ichida bugun cho'qim talaga chiqishim kerak deb o'yladi-da, darhol orqasiga yenib,
omaq qo'llari bilan yulg'unni hijolatga qo'ydigan qop-qora chochlarini siladi. U jiddiylashyapti. U taskay tarafdagi qo'noq shox bilan to'ralgan o'stangning bo'yidagi yerga keldi. U oxiri bir amalini topdi bo'lg'ay, pisingida shundoq tatli kuldiki, uning qop-qora bir jup ko'z qarchuqlari u yoq shundoq tez midirlab ko'z chanoqlariga sig'mayli ketdi. U qo'noq shoxlar oldida ikki qo'li bilan beqinini tutib ozroq turgandan keyin jasoratini to'pladi bo'lg'ay, darhol olg'a deb buyruq olgan askarlardek hujumga o'tdi. U udul berib qo'noq shoxlarni shundoq tez ikki yoqqa qayrishga boshladi. Allohizal ozroq vaqt tepilishib yurib, oxiri beshi patqadak bir to'shik ochdi. U ochgan to'shikka o'milab kirib, beshini yondagi qo'roqdan chiqardi. U xuddi asta o'zidan beshini chiqarib, u yoq bu yoqni kuzatib qaragan to'shqandak o'ylining hamma tarafiga obdan qardi. Qur'onning ichida jin inson yo'q edi. U o'rnidan dast turib, tizlarini qiqishqimi ulgurmay, oldi kayniga qarabmi qo'ymay, bir qanoti qiya ichilgan darvoza tarafga yaydan chiqqan o'qdak vingida ushdi. Darvozadan chiqib, cho'ng ko'chaga shundoq nazar soldi. Poh! Olam degan mana mush ekanda deb o'ylagandek, shundoq bir hayronlik ichida u yoq bu yoqqa nazar tashladi. Shundoq hozir bilan cho'nqur bir nafas oldi. U erkinlikning ta'mini tetiyotdi. Uning yumron yuraklari yozning sho'x shamolida sapqida lingshib turgan tosh olmadak bo'lib ketgandi. Bu tuyg'ularni u o'zining ma'sum badanida his qilyotdi. Uning xiyollari uni erkinlikka yuzlantirgan edi. U ichida yumron qo'llarimni bog'lab qo'yishinglar, to'rt tomning ichiga solab qo'yishinglar mumkin. Ammo erkinlik tushunchalarimdan hargiz voz kechgizolmaysizlar, degandek qilib darvoza tövida birdam tik turdi. Ondan erkin insonlar to'g'ri tafakkur qilgandek turganning qushqashdek mengisimi to'g'ri tafakkur qilyotdi. U odamlar eng ko'p mangan bozor tarafga yuzlandida, safar bizning, zafar Allohdan degandek qilib, qapazdan qutulgan erkin qushdek qanot qoqdi. Turgan yo'lning chetida mengib ketyotdi. Arqasida jiring-jiring qilgan velosipedning qo'ng'iroq ovozlarini anglab, cho'chib orqasiga burilib qarab, yana kulib qo'yib, yo'lini davom qiladi. Uningga hech kim diqqat qilmaydi. Aslida ushshaq bolalarning varang-churinglariga buni qulog'igacha to'ygan ota-onalar ko'chadagi biror bolaning yolg'iz menib qilishiga, chepib o'ynashlariga ko'nak edi. Uningga ko'chada 3 narsa nihoyatda tonish edi. Birisi qirlardagi sanglab turgan so'gatning avrishim tallarini so'yib qechiyotgan sho'x o'stang. Yana birisi oppoq oqartilgan tomlar. Yana birisi ko'k yuz edi. U o'ziga eng tonish, ovozi eng yaqinliq shirildab muzika chiqarib oqqan o'stangni bo'ylab ketyotdi. O'stang ga ko'rilib, ga yo'qab ketadi. U Tören mahallasiga kelganda sal harduq yetdi bo'lg'ay, ostilab qoldi. U o'stang bo'yiga kelib, pasrak yerni topdi-da, zo'ngziyib o'ltirib, ikki qo'lini muzdak suvga tiqib, pokiz yug'andan keyin olqiniga suv oldi. Qo'shiqdek qo'llari orasidagi zumratdek suv quyoshning nurida chaqnab turadi. U yuzini pokiz yuvdi.
Andın qanğıdak işdi. Өрі тұрып, iştallarının tızlarını әпlik kichik qo'llari bilan qaqdi. O o'rnidan turib, sal ikkilinib qoldi bo'lg'ay, orqasiga bir qardi. Uydan xeyli yiroqlab ketgan edi. O o'z o'yida onamning ishlaydigan yeri cho'qim mush tarafda deb o'yladi. Ham o'ztangning bosh uchi ashu tarafga arqandek so'zilgan edi. O arqanning uchini izlab olg'a qarab mengayverdi. O birdilla uchini yo'qotib qo'ydi. Chunki bosh qismi odamlar dengiziga aylangan G'uljining Xanzu bozori degan cho'ng bozordagi cho'ng ko'rik ostiga kirib ketgan edi. Turg'anning o'tilidila erkin bazaba ko'ch turadi. Ko'cha eg'izi kirib chiqayotgan odamlar bilan liq to'lgan edi. U yan tarafdagi yo'lning chetiga kelib turib, odamlarni, atrofidagi rastalarni, magazinlarni, yo'ldagi mashin, harvalarni, yo'lning o'ttirsida qasqan shapka kiyib, qo'llarini u yoq bu yoqqa shiltib turgan qatnash soqchisini kuzatdi. Mundaq bir qaynam tashqinliqni 4 yillik umrida birinchi qatim ko'rishdi. Ishchidagi bu hayajonni, erkinlik tuyg'usini onasi va hadisi bilan billa hozirlang'isi keldimi yoki o'zi bir narsalardan ansirdimi, qandoq ko'ngli sal lat bo'lgandi. Ondan u o'zini chetga tortib, tamning to'yida bir sevatda tosh olma setayotgan 15 yoshlardagi baqqal bolaning yenini o'ziga panoh qildi. Turg'an yerda o'ltirdi. U taxminan 3 kilometrdagi yo'lni o'zi yolg'iz piyoda mengib charchagandi. U harduq yetgan inchika putlarni oldiga uzun so'zgandan keyin odamlarning dasvitishidan ansirdimi qandaq putini ichiga yig'di. Ondan ma'ruzida badashqan qurib, ichida oyat o'qib, etikobga o'ltirgan kichik darvishlardek jimib ketdi. Baqqal bola turg'anga inchkilik bilan sap soldi. Kunning nurida turg'anning o'skilang chochlariga yepishib olgan qo'noq shoxning kichik quruq yo'pirmoq parchalari oltin yaproqlardek pal-pal paqiraydi. Uning yuz ko'zlari nur chechib turadi. Uzun va qo'yiq kirpiklari uning qop-qora ko'zlarini amaliyotdagidimi bakrak chiroyli qilib ko'rsatdi. Kundi ko'ygan belaklari malaiklarning qo'lidagi sehrlik cho'qiladek valildab turadi. Uning barliq vujudi ro'yiga o'xshashla pok, sabi, ochiq edi. Uning bu o'ltirishiga sap solgan har qandaq birsi tabassum qilmay turolmaydi. Baqqal bola ichida tuyuqsiz paydo bo'lgan muhabbat bilan turg'anga kulimsirab qarab, sevatdiki qizil tag'il tosh olmadan 3 talni elib sundi. Baqqal bolaning yerilgan olqonlari ichida qip-qizil kahravadek paqirab turgan tosh olmaga qaragan turgan pisingida yana bir kulib qo'yib, zilva qo'lini sunib, notidek yumran barmoqlari bilan tosh olmani oldi. 2 talni burulkisining 2 yanchug'iga sig'dab selib, birining qip-qizil paqirab turgan siyliq yuziga oppoq unchidek tishlarini shunchalik havas bilan paturdi. Tosh olmaning siyliq yuzidan eqib chiqqan shirin suvlar bolaning jovg'iyidan saqidi. Turg'an sol qo'lining dumbisi bilan tosh olmaning sharbatini surtib, baqqal bolaga shundoq bir kulimsirab, o'zining ichidan urg'ib chiqqan sabiy tashakkurlarini izhor ayladi. Turg'anning bu turqi xuddi malaklarning o'zi edi. Bu so'ygi bo'lsa, qalb ko'chatlarining mevasi edi.
Оның дәл мұш чағдaki paklығы, sattılıqı, bəxtiyar roy halatını көрген baqqal балының ішчіде qandaqdı bir ıssıq iqim iqib tapınıdın chiqib ketgandek bo'ldi. Baqqal bala ішчіде. Dadisi erkin bazarda bir nima algılı kir ketib, bu balını bu yerde saqlab tur deb qo'yibdi da, yoki bo'lmasa deb o'ylab bir gumon bilan balını gapga selib mundaq so'rdi. Dadang erkin bazarga kir ketganmi? Yoki senmi erkinlik uchun qapazdan qochgan qushdek uydan qochdingmi? Tuyuqsiz so'ralgan bu savoldan turgan o'diqib qoldi. Ham bu uzun savaldagi dada erkinlik degan so'zlardan boshqasi qulog'iga kirmadi. U dada erkinlik degan so'zlarni mana bugun anglayotqachqa uning ma'nosini bilmaydi. Uning ustiga undaq narsalarga ega bo'lmagan odam u so'zlarni na'dim bilsin? Бар болған нәрселерге ega bo'lolmayotgan bu zamonda qandaqmi yo'q narsalarga ega bo'la oladi deysiz? Turgan baqqal balaning yonida alayzal bir osh pishim vaqt o'ltirdi. Bu jarayonda baqqal ikki xaridorga tosh olma sotdi. U tosh olmani tortib bo'lib, haqqi menda hargiz qolmasin degandek qilib, xaridorga bir tal tosh olmani qo'shib beradi. Tuyuqsiz baqqal bala kun chiqish tarafdagi patparaqchilikni ko'rib qoldi. Qayoqdan mollarini quchoqlab, paloqlig'ini kelayotgan yoymichilarga qarab, o'diqib ketdi. U qo'li bilan odamlar surlarining ustida qad ko'tarib turgan birdan biri ko'rkam tağ cho'qqilari bor tarafni ko'z tutib turib, erkin bozor tarafdan bozor boshqurg'ichilar kelibdi. Men qochmasam, tarazamni tortib oladi. Sen dadang kelgicha bu yerdan qimirlama, dedi-da, yarim sevat tosh olmaning ustiga tarazisini qo'yibla, "Xo'sh ukam" deb qochdi. Turganning qulig'ida baqqal balaning degan so'zlar ichidagi faqat dada, erkinlik degan so'zlar yana bir qatim uni o'ziga jalb qilgandi. Gerçi bu so'zlardan hech nimani tushunmagan bo'lsa-mu, baqqal balaning o'diqib qechishlaridan qandaqdir yomon bir ishning hozirli yuz berdiganligini pamladi va darhol esiga o'zi uchun eng muqaddas bo'lgan mehribon onasi keldi. U xuddi tilaklaringning ijodiyati sen ro'ki qilgan mihrobda emas, sajda qilayotgan chavandoz ilkida deganda qilib, o'rnidan dast turib, qayoqqa mengishini o'yladi. U tavakkul qilib, onasini izlab tepish umidi bilan kun chiqish tarafdagi Qardon mahallasi tarafga yo'l oldi. Umid tavakkuldan xoli emas. Umid bo'lsa, bu qorong'u olamning nurani gultoji. Shunga nurg'un umidga to'lgan kichik chamdamlari bilan davomliq olg'a qarab mangdi. Bu yo'lda turg'anga eng tunish bo'lgan o'stang yo'q edi. Ammo o'ziga yot bo'lmagan tamlarning tuvini yoqlab ketyotdi. Tam tuvillarda paypoq, lo'nga setayotgan, oyoq maylayotgan vaskichi maktab beshidagi bolalarni ko'rdi. Kir sopun, tog'oq, yelim setayotgan oppoq soqolliq yoymichi bovaylarning oldidan aplab o'tdi. Sapoyini dolisiga bo'lishiga urib, "Hey, hey dunyo, sen dunyo, kimga vafo qilding sen?" deb nazm o'qib, tilamchilik qilayotgan divonlarga zang selib qardi. Yo'lning o tarafidagi kavobchilarga, kavobdandan po'qirab chiqayotgan iz tutaklarga, yo'g'on mantiq qasqonlarga ko'zi tushdi. Uning shu tapda
qo'rsig'i ochgan edi. Ammo u g'ururliq erkakdi. Onasini izlab tepishni o'ziga muqaddas vazifa qilgan edi. U yana oldiga qarab zehnini yig'ib yurib ketdi. U mengib uydan uzoqlashgan siri onasini izlab tepish umidimi eshib mangan edi.